Assalomu alaykum ota-onalar, balalar. Balalar kod yazishni qanday o'rganda o'rganish darsimizga xush kelibsizlar. Bu bizning birinchi qism darsimiz. Bu o'rganish darsimizda qanday qilib balalarga qiziqarli holda kod yazishni o'rgatish va ularni barbara program yozishni o'zigidan o'rganishga yetildirish to'g'risida so'zlaymiz. Bu nuqtada ota-onalar cho'qim yordamchi bo'lsa bo'lmaydi. Unda asliqdanlar programmamizda olsun. Burunun burnusida to'qila yaylaq cho'qilab olsa, tuyuqsiz tuxumining o'g'irlab ketilganligini his qildi. Bu yan qarab, izdan oxiri tuxumining cho'shqilarning o'g'irlab ketganligini bilibdi. Shuningdan to'qila qattiq g'azablanib, dunyoga g'azablangan to'qila maydonga ketdi. Buni programmerlar o'yin orqali bu hikoyani bolalarga yetkazish uchun bir oddiy program yozibdi. Shuning bilan to'qu cho'shqini adablab qo'yish uchun uni oldiga kelibdi. Ammo cho'shqa ilgari o'g'achqa Epson bilan bu to'qni to'xtatib qo'yibdi. To'qqa 2 qadam manslam cho'shqining oldiga bordi ekan va uning adabini berdi ekan. Unda bo'lsa, uningga qanday qilib yordam qila olamiz? Biz bir program yozaylik. Ya'ni kod yozaylik. Bu kod orqali to'qqa yordam qilib cho'shqining adabini berib tuxumini ilib olsin. Ya'ni to'qqa qarsang bir qadam, yana bir qadam manslam cho'shqini oldiga bordi. Buni kod bilan qanday yozamiz? Bu seriq tayoqcha bilan bu yeshil yoki ko'k tayoqcha qarsang ichida xatlar bor. Bu xatlar bir Epsonga o'xshaydi. Mush xatlar orqali to'qning oldiga minishga yordam beramiz. Bu seriq tayoqchadagi xatlar mang degan gap bo'ldi. Ko'k tikisichu oldiga bir qadam bo'ldi. Unda bo'lsa, biz buni minish uchun bu seriq tayoqchini sen to'qning qadami desang, buni minish uchun buningga bir qadam bersa. Bu to'qi bu yerga keldi. Ondan cho'shqiga yetib olish uchun yana bir qadam minish kerak. Unda bo'lsa qadam o'xshash. Bu tayoqchaning ichidagi xatlar bilan bu tayoqchaning ichidagi xatlar o'xshash. Demak, o'xshash qadamni yana bir qadam takrorlab qo'ysak, cho'shqa oldiga manga oladi. Bu bizning yozmoqchi bo'lgan programmamiz, kodimiz tamomlandi. Endi buni ijro qilaylik. Ijro qilishni bosdim. Mana muvaffaqiyat bo'ldi. Yordam qildik. To'qu tuxumini oldimi? Yo'q taxi. U faqat birlam cho'shqini adabini berdi. Cho'shqilarning adi ko'p bo'lg'achqa, u boshqa cho'shqilarning adabini berish kerak. Unda bo'lsa, biz to'qu yordam qilib, boshqa cho'shqilarning adabini berib, tuxumni ilishga yordam qilaylik. Buning qarsaqmi, bu to'qining qancha qadam ilish kerak? 1, 2 qadam aslam cho'shqiga yetib bor ekan. Yana o'xshash qoidamiz bo'yicha biz kod yozamiz, kod qurashtiramiz. Qarsang, bu seriq tayoqning ichidagi xat when run deb o'qiysa, inglizcha xat bu. Mang degan ma'noda. Buning ma'nosini bilishingning ma'nosi yo'q. Faqat mushu birsi qog'inning asta-asta kelishini bilsang bo'ldi. Hamda ostiga qarsang, bu yeshil xatlar yoki ko'k. Bu ko'k xat bir qadam mangdiganni ifodalaydi. Mavju bu bir qadam mangdiganni ifodalaydi. Unda esa buning usulimiz bo'yicha men yugurishning qanday yugurish uchun menish kerak, shundaqmi? Asta qo'ydik. Yana bir asta qo'ydik. Endi ijro qilaylik. To'qa bu cho'shqining adabini bersin. Qanda? Mag'lub bo'ldik. Cho'shqilar xo'sh bo'lib ketdi. Nima uchun? To'qu amaliyotda 2 qadam emas, 3 qadam minish kerak edi. Biz bir qadamni kam mangdik. Qanday qilamiz? Qayta program yozamiz. Odatda ba'zida mag'lub bo'lish normal ish. Mag'lub bo'lish xatolik o'tkazsak, biz uni o'rgana olamiz. Asli qaytaray. Biz 2 qadam yozgan to'xshanami? Yana bir qadamni qanday? Yana o'xshash minishning kodini qanday? Yana bir qadam mangaylik. Yozaylik.
ijro qilay. Muvaffaqiyat bo'ldi. Muborak bo'lsin. To'g'ri yordam qilding. Qara, to'g'ridan qo'shib ketganini. Bundan keyin programma ish orqali yana ko'plab yaxshi qilishga tirishqin. Ota-onalar, sizlar bolalarga bu muhitni yaratib beringlar. Hamda bu mashq qilish adresini men ta'minlab beray. Asli qarasanglar, mana bu adresni to'rbetga xalgan bir to'rbet ko'rgichga Chrome bo'lamdi, Firefox bo'lamdi. Mushini bevosita yozib chaplasanglar bo'ldi. Yoki men bu YouTube kanalining ostiga mush adresni yozib qo'yman. Shu yerdan bevosita ko'paytib to'rbetning to'r ko'rgizishga chaplasanglar bo'ldi. Yangi darsimiz mushagicha. Bu darsimizni yoqtirganingizni umid qilaman. Hem keyin qismli darsda to'g'ri davomli yordam qilib kod yozishni o'rganamiz. Rahmat.